ko'p suv qilib yurgan kop kattagina keniy poshshalar trend ekan deb eriklarni ishtonini internetga olib chiqib ko'p suv qilmasdan man o'rgatgan ishlarni qilsanglar eriklar sizlarni tashlab hech qayoqqa ketib qolmaydi. Aqlli quvvati demanglar-yu, lekin bu ishlardan faqatgina sharmandani hidi kelyapti. Undan ko'ra eriz bilan birga ertalab qiyshayib uyg'onmasdan 5 minut vaqtli uyg'oning, yoringizga to'yimli va mazali uyda bor mahsulotlardan zavtrak tayyorlab. Masalan, shu ko'rsatgan zavtrakim eng oson va mazali zavtrak. Uyingizda qolgan suv qochgan, bolalaringizdan qolib ketgan nonni to'g'rab skarodkaga terib olasiz. Ustidan tuxumli massani qo'yib, yaxshi eriydigan sirni qo'yib olasiz. 2 minutga dimlab qo'ysangiz, eng mazali to'yimli zavtrak tayyor bo'ladi. Yonida albatta qaynoqqina shakar choylari bilan yoringizga taqdim qilasiz va ishga jo'natgandan keyin uyingizni bir sidira tozalab chiqasiz. Eringizni ishtoniga ko'p suv qilganingizni foydasi yo'q. Undan ko'ra o'rningizdan turib chirib bo'lgan joylaringizni tozalasangiz, kayfiyatingiz ham ko'tariladi, uyingizda bo'lsa baraka bo'ladi. Yana o'sha gap aqlli quvvati deb o'ylamanglar, lekin har safar ovqat qilganingizdan keyin bir sidira gazingizni artib olsanglar, toza va juda ham chiroyli ko'rinadi. Ovqat qilayotganingizda bo'lsa, cho'g'imni chetga olib qo'ying, yog' sachrab juda ham xunuk ko'rinadi. Agar yog' sachragan bo'lsa, antijirni olib, uni ham yaxshilab tozalab oling. Elingizdagi yog' hidi bo'lgan kiyimlaringizda, bolalaringizning nam hidi bo'lgan kiyimlarini yaxshi hidli konditsionerda yuvsangiz, atir sepishingiz ham hojati yo'q. Eng zo'r joyini aytaman, bu aytayotgan mahsulotlarimga palon-pul ishlatishingiz shart emas. Billur firmasidagi barcha mahsulotlar hamyonbop narxda. Hurmatli kenejon, eringizni ishtoniga ko'p suv qiladigan energiyangizni uyingizni tozaligiga sarflasangiz, o'zingiz ham kayfiyatingiz ko'tariladi, eringiz ham kayfiyati ko'tariladi.